Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah. Demak, ikkita savol so'ralgan ekan. Birinchi savol, bir tovarni naqd sotib olganda 3 million so'm, nasiyaga sotib olsa 3 million 300 ming so'm deb belgilash mumkinmi? Joizmi islom fiqhiga ko'ra? Albatta bu joiz va bu ulamolarning ijmo qilgan masalasi. Bu masalada o'z ixtilofni o'zi yo'q. Ba'zi salaflardan ixtilof bo'lgan, lekin bu 4 mazhab o'rtasida va umuman ulamolar o'rtasida ijmo qilingan masalalardan hisoblanadi. Ya'ni bir tovarni naqd bo'lsa 3 millionga, nasiya bo'ladigan bo'lsa 3 million 200 ga sotish joiz. Nimaga? Sababi vaqt o'tishi bilan pulning qadrsizlanishi yoki umuman pul hozir qo'lingizda bo'lishi, keyinroq qo'lingizda bo'lishidan ko'ra ko'proq rag'batingiz bo'lishi tabiiy bo'lgani uchun islom shariati bu narsaga ruxsat bergan. Shunga ko'ra bir narsa naqd bo'lsa buncha, nasiya bo'lsa buncha deb belgilashda zarar yo'q. Endi ikkinchi so'ralayotgan savol, Mohirdev kompaniyasi misolida so'ralyaptiki, Mohirdev kompaniyasi o'zining kurslarini sotayotgan paytda aytayapti, naqd bo'lsa 3 million, 3 oyda to'laydigan bo'lsangiz 3 million 180 ming, 6 oyda to'laydigan bo'lsangiz 3 million 360 ming. Qaysi birini tanlasangiz, shuni bittasidan olishingiz mumkin deb e'lon bersa, mana shu ribo hisoblanmaydimi deb so'ralgan. Agar bu tarzda e'lon berilsa-yu, shulardan bittasini tanlab, o'sha bo'yicha shartnoma tuzadigan bo'lsangiz, bu ribo hisoblanmaydi. Bu joiz. Lekin agar uchalasida ixtiyor berilib, bittasini tanlamasdan, uchalasi ham shartnomaning bir qismi sifatida qoladigan bo'lsa, bu joiz emas. Masalan, aytilsa-ki, 6 oyda to'laydigan bo'lsangiz 3 million 360 ming, lekin 6 oy emas, 3 oyda to'lab olsangiz 3 million 180 ming deb turib, qaysi birini xohlasangiz qilavering deb shartnoma shu tarzda qoldirilsa, mana buni ulamolar joiz emas deydi. Lekin shulardan birini tanlab, o'sha bo'yicha shartnoma tuzilsa, unda albatta shartnoma joiz hisoblanadi. Chunki o'sha birinchi savolga qaytadi. Ya'ni naqddan ko'ra nasiyani qimmatroq sotilishi bo'ladi. E'lon qilayotgan paytda bir qancha narxlar aytyapsiz, muddatlarga qarab va birini tanlab olyapti va biriga ko'ra shartnoma tuzilyapti. Buni mutlaqo zarari yo'q. Endi nimaga ikkita narxni ochiq qoldirib turib shartnoma turish joiz emas? Ikkita sabab bilan. Birinchisi, chunki bir shartnomada ikkita narx bo'lishi mumkin emas. Ikkinchisi, bu riboga hiyla sifatida foydalanishi mumkin bo'lgan holat. Masalan, aytasizki, 3 million 180 ming bo'lsa, 3 oyda 3 million 180 ming bo'ladi. Lekin agar 3 oy ichida to'lamasang va kechikadigan bo'lsang, unda menga ribo o'laroq qo'shib berishing kerak bo'ladi. Kechikkaning uchun ko'proq berasan, deyapti-da. Go'yoki kechiksa 6 oy bo'lib qolsa 3 million 360 ming bo'lib qoldi masalan. Kechikkani uchun, ya'ni to'lov kechikkani uchun qo'shimcha pul olish ribo hisoblanadi. Buni bizni kuzatib turganlar barchalari bilishadi. Kechikkani uchun pul ko'paygani uchun demak bu ribo bo'lib qolyapti. Endi siz ikkita narx qo'yib, bunisi agar naqd to'lasang yoki 3 oyda to'lasang, ko'prog'i agar 6 oyda to'lasang deb shartnomani mana shu holda qoldiradigan bo'lsangiz, go'yoki aytyapsizki 3 oyda to'lasang mana bu va narx vaqtida to'lanmasa oshib borib mana bu bo'lib qoladi deb o'rtadagi farqni riboga aylantirib qo'yapsiz. Lekin ikkalasidan bittasini tanlab, 3 oyda bo'lsa shuncha narx, 6 oyda bo'lsa buncha narx, ikkalasidan birini tanlab, birigagina shartnoma tuzamiz deyilsa, bunda u faqat bir nechta muddatlar uchun bir nechta narxlar bilan taklif qilish bo'ladi. Bunda aslo muammo yo'q. Ulamolarning ijmosi bilan bu shaklda shartnomani taklif qilish joiz. Agar aytganimizdek shartnoma shularning biriga tuzilgan bo'lsa, Mohirdev misolida biz o'rganib chiqdik. Va shartnoma da bir holatlardan biri tanlalyapti va shungagina shartnoma tuzilyapti. O'sha uchun bu joiz hisoblanadi, vallohu a'lam.